Assalomu alaykum, hurmatli Nurmen va obunachilar. Mana xudo xolasa navbatdagi kapalak fasondagi ukologimiz maloshin rangi bitdi. Bu ishimizni Samarqandga tayyorlab berdik. Ukologimizni razmerlariga keladigan bo'lsak, 430 ga 230 qilib tayyorlangan. Komplektida 3 ta taburetkasi, jurnalniy stol ham bor. Jurnalniy stol ham ashtarangdagi o'zimiz doim ko'rsatayotganimiz 6 oyog'li jurnalniy stoldan tillat betlari oq qilib sepilgan Samarqandga ketayotgan uchun jurnalniy stolni ham tayyor qilib upakovka qilib tayyorlab qo'ydik. Mana ko'rishingiz mumkin. Polnik tilla qilib sepilgan bular ham. Boshqa viloyatdan zakaz qilganlar uchun xuddi shu holatda upakovka holatda bo'ladi. Bular ham ugallarni ham stretchlab, chang bo'lmaydigan, biror nimaga tegsa ham kir bo'lmaydigan qilib stretchlab upakovka qilib beramiz. Bu ishimizni ichlari 100% sasna yog'och, pampers prujina, do'g'lisi bakvat qilib ishlangan. Bonusiga 4 ta bolishini ham qo'shib beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Orqalari ham o'zini materialda bir xil qilib yopilgan. Tayyorlab berganmiz, xudo xolasa. Bu tomondan ko'rinishi mana xudo xolasa. O'ta go'zal holatda tushadi. Xonini razmeri 270 ga 90 bo'ladi, eni uzunligi 270 bo'ladi. Keyin juda ko'pchilik telefon qilib meni uyimni boshqa tomonga teriladi deb qilyapti. Bu ishimiz o'nchab tanlamaydi. Uyda to'rov burchagi aylanib tushaveradi, xudo xolasa. O'nchab tanlamaydi. Xolasiz bu burchakni bu yoqqa olib turib, bu tomonga cho'zib tersiz bo'laveradi, xudo xolasa. O'nchab tanlamaydi. Uyda to'rov burchagi aylanib tushaveradi jurnalniy stol. Burchagini alishtirsangiz bo'ldi asosiy. Burchak alishsa bu yoqqa ham cho'zilaveradi, bu yoqqa bo'lib. Xudo xolasa. Kimga shunaqa sifatli uголовlar kerak bo'lsa, birinchi qo'l o'zimiz tayyorlaymiz. Mana shu ustaxonamiz. Kichikroq bo'lsa ham, lekin xudo xolasa mana shu yerdan ishlab chiqarib, juda ko'pchilik mijozlarga yetkazib, olib borib o'rnatib beryapmiz. Vodiy ichida qolgan viloyatlarga ham xudo xolasa juda ko'p chiqaryapmiz. Samarqandga bu uголовimiz xudo xolasa Samarqandga bir 4-chi yo 5-chi ishimiz. Bir hafta 10 kun ichida 4 ta 5 ta Samarqandga ish chiqardik. Bunisi ham xudo xolasa Samarqandga ketyapti. Kichikroq razmerlarda ham qilib berdik, kattaroq razmerlar har xil. To'g'risi video olgani ulgurmay qolyapmiz ba'zida. Srochniy ketib qolyapti. Kimdir meni bayram bor, tadbir bor, uyda oshnalar chaqiramiz deganlar uchun juda ko'piga shu holatda videoga olmasdan darrov upakovka qilib zarrlarga chiqarib beryapmiz. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Telefon qilaverasizlar. Telefon nomerlarimizni qo'yib beramiz.